Tatarlarni mag'lub qilganimizni qutlash sharafiga hammaylar birlikda qara ko'taraylik. Kelma. Asirga tushgan tatarlarga qimiz opirib beringlar. Jiqroq opirib beringlar. Mahsubosh issin. Xo'p. Kelinglar. Yana birdan ichaylik. Hey, tatarlar turunglar. Qimiz ichinglar. Sizlarning jamin boqanglarmi o'ldi-ku, ha? Buni kesel tigib o'lgan bir qo'y qatori chiqiribdinglar. Ish qilib, sizlar endi baribir qag'onimizga bay'at qilasizlar. Bu nimaga yaxshi ish, ha? Bo'ldi qilinglar. Sizlar kim edinglar? Jalim buqaning nimasi edinglar? Har qancha yaqini bo'lsanglarmi, noiti ishigida yurgan xizmatkor bo'lg'idinglar qachon? Pasbaninglar almashsimi? O'xshashlar yeb ichadigan, ishlaydigan gap. Mana qag'onimiz sizlarga qimiz evatdi. Agar ko'nglinglar tatsa, xushal-xo'ram ishasizlar. Tatmasa, ish pushug'larni chiqarasizlar. Baribir qimiz degan do'st dushmandan ayirmaydi. Kim issa fayzini shu suridi, ha? Hay. Manqirsizlar sarkarda. Sizlar mening qizimni nega gap ketdinglar? Qizingni birasi bulab ketdimi? Unda emas-da. Qag'onimiz o'lji bilan asirlarni tang taqsim qilamiz degan. Rost ep ketgan. 30 necha yoshlik bir ep ketgan. Qag'oninglarning nökirda qiladi. Hech gap yo'q. Men qag'on belgilagan to'ppishi. Agar sen qaysi ablahning bulab ketganligini ko'rsatib bera olsang, men uni ikkinchilab qimiz ishlamas qilib o'taman. Bo'ldi. Men bilaman. Çilağon, berip sananı çağırıp koy. Maqul. Xeyli optiken, bunchilik rahatlanmagili. Obdallar doğum çıktı. O'ttir tuzdan tikilab bo'ladi ekan jimo. Kat qo'yib yotadi ekan. Uning 4 puti bor ekan, bilamsan. Atqa o'xshamdi ekan. Yo'qay. Qalig'imi? Yana topamadim. To'yiga o'xshaydi ekanda. Senza yayloqda yo'q narsalarni kallangga keltiramamsa. Bo'ldi. Chiqib ket. Chiqsang bo'ladi. Xo'p, qag'on. Chaqan bo'linglar. Xotirjam bo'ling. U obdan adam. Deganlarim esingizda-da? Esimda. Biroq sal qo'rqyapman. Qo'rqmang. Men bor, ha? Men. Kim? Men, Çilağon. Bu qag'on chaqirtgan ayol. Men kirib qo'yay. Yurun. Meni verin. Qag'onimiz menga degan, u hech kim bilan ko'rishmaydi ekan. Tushundim. Gebe. Muqali, sen mi bir adım ha? Top beşimi, qag'onimiz hech kim bilan ko'rishmaydi ekan. Men qag'onimiz bilan ko'rishga kelmadim. Birsini izlab keldim. Odam izlab buya keldingizmi? Kimni izlab o'tdingiz? Bir quturgan ayg'irni, u qag'onning farmoniga bo'ysunmay, bu odamning qizini bulab ketibdi. Nemish u odamni cho'qim mush yerda deb o'ylaysiz? Boshqa yerlarni izlab bo'ldim. Ma'qul. Biz navbatchilik qilayotganlarning hammasi mush yerda. Qani, izlang. Yakachara. Bu yoqqa kel. To'nib baq, u shumi? Bu kalli ketadigan ish. To'g'ri to'niyamsan bo'lmaydi. Gap qilmang. Yakachara.
Senchilab obdan qara. O shumi emasmi? Sal o'xshayotidu. Nima? Ammo buyi bunchalik egiz emasdek qilgan. Boshqalarni tanib baq. Avuşu. Muşuma? Qizimni mushu bulab ketgan. Chilag'on. Sen buni qanday tushundirsan? Men tushundirib bo'lmayman. Birodar. Sen qag'animizning shafqatlisi-ku. Xotin og'in kelgan bo'lsa, qag'animiz sana inom qilmasmidi? Bulab nim qilapti? Amal yo'q. Seni tutib ketmay bo'lmaydi. Bo'ladi. Tuzit qilma. Mening qo'limdan har qanday ish keladi. Shug'ini sen tuzit qilishni toza bilmayman. Uning qiziqini. Buni sizga deb beramayman. Ha? Eğer to'qilmagan ayg'ir o'xshamamsan, ha? Avval qamab qo'yib turay. Seni at qag'animiz o'zi bir taraf qilsin. Aytmoqla. Chilag'on, yuring. Qadag'an, turing. Siz kim? Kim bo'lasiz? Cho'rlari tatarladim bo'laman. Bu yerga qanday kirdingiz? Qag'anim. Uni men kirgizgan. Qadag'an? Siz o'rinlashtirganmi? Sizning ismingiz nima? Yasugan. Talada qaysi navbatchi? Men. Nemish qag'anim? Top 5 gelmek deb qo'y. Farmonimsiz hech kim bu yerga kirmasin. Xo'p. Cho'rlari o'zlarini parakanda qilib qo'ydim. Oldinlarda gunoyimni tilayman. Qo'rqmang. Men sizni aybga buyurmayman. Bek chiroylikansiz. Ayting, sizga qandoq unvon bersam bo'ladi? Qag'anim. Men qo'llardagi bir asir. Menga unvon bermay. Odatdagi odam yoki qo'lcho'rlar qatorida ko'silmi? Men zo'r shafaat qilgan bo'ladilar. Dadam yaka charan umi tatar. Jalin Buqaning kaynidagi oqsoqol. Agar o chin samimiyati bilan menga bay'at qilsa, uni o'ldirmasdan, balki qo'l ostimda sarkarda qilaman. Rahmat qag'anim. Bo'pti. Hozirdan boshlab siz mening yasugan xotinim bo'ldingiz. İltifatlarga ishqallah qag'anim. Mening yana bir ocham bor edi. Ochingiz, u nima bo'ldi? U mendanmi chiroyliq, mendanmi chechan. U qag'animizga xotin bo'lishga eng loyiq edi. Rost shundaqmi? Silini oldiganim yo'q. Deganingizdek bo'lsa, odam avatib izditib boqay. Navoda tepilib qolsa, o'rningizni o'tinib berishga rozimisiz? Agar qag'anim iltifot qilsalar, ochamga o'tinib berishga roziman. Ruxsaringiz guldek soyib jamal bo'pli qolmay, yana ko'ngli ko'ksingizmi daryodek kankan. Keling. Keling.
Qağanım, baymaň wädi qıganlaryny içi. Qağanım, Gelme. Fermanımni yetkizinglar. Tatar esirler arasındaki Yasu isimli bir kızını izlanglar. Tapkan aman, aldımı ep kelinglar. hop. Qağanım, akşam Tatarlarning aqsaqılı Yeke Çerenning deyişçe, sizning navkarlari uning qiz Yasuganni bulab ketibdi. Ha, uqdim. Berip yeke çerenini başlap gel. Kaynatam bilen tonuşup alay, ha? Qağanım, hiç uqanmadım go. Ha, endi tushundim. Düşengen bolsaң, mamam sen. Kublay, Miraç, Mahmut'u. Qağanımızın fermanı boyunca Yesu isimli bir Tatar kızını izdavatimiz. Çu! Bu tarafni qo'ymay izdanglar. Kasar, sizge Tatar yigitlerden kaçını taksimlaptı? Noni? Ayallah bilen ballarını koşkanda 3 mingga bor, ha? Shunchaligirak. Texi sonini ep bulamidi. Hey, siz Yasu isimli bir ayolni ko'rdingiz mi? Yo'q. Hey, uni izlab nima qilasiz? Subotay! Yesu tepildi! Ne diken? Qo'rchini ovli diken! Demiş qilib kelmediniz? Qo'rchini xotinlik qilmoqchi ekan. Qağanımızın o ayolni tepkilinglar deganini bilmediniz mi? Bilaman. Lekin u qağanimiz 30 sahip Jamalni xotinlik elishimga lavzi qilgan deydi. Qog'onimiz rost shundoq lavz qilgan. Endi qanday qilamiz? Bu ishni birla odam bajaralaydi. Kim? Jalma. Qo'rqma. O'z gapimizga kelsak, menmu qiyonlarning to'pkar vaziri. Qag'animizmi, men nima desam ma'qul deydi u. Manga to'qol bo'lsangiz, baxtingiz echiladi. Ha? Turing. Ha? Keling. Ha? Keling. 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 Qurchi! Qurchi! Sizlar nima qildinglar bu, ha? Nima qildinglar? Keling, qag'animiz siz bilan ko'rishmoqchi. Kelma! Nima shu qo'tongni bosib kirgan bo'rdek besib kirsa? Qurchi, quturgan bo'rdek nimachi tipirlaysiz? To'xta! Bu xotinni men bulab kelgan tursam, albatta uni o'zim bir taraf qilaman-da. Bu nima qildinglar, ha? Qag'animiz o'zlarini o'zining qilib oladigan koni qoidani o'zgartdi. Hamma o'zlarini to'plab, andan qag'animiz o'zi har kimning ko'rsatgan xizmatiga qarab bo'lib beradigan bo'ldi. Bu qitim ko'rsatgan xizmatda mush xotinni elishga ezmam ekan. Aldirmang. Nayaga. Bu qitim ko'rsatgan xizmatingiz bu ayolni elishga arziydi. Siz Sen! Yo'qol! Estağfurullah! Qağanımızga salam! Yesu xalqqa salam! Yashagan xalqqa salam! O'ltiringlar. Bugun yig'ilib bir qurultay ochimiz. Gerçi qag'an bo'lsam-mu, lekin barliq sarkarlar ham qabila mo'tavarlari birlikda qabiladagi cho'ng va muhim ishlar ustida qurultay ochib, o'rtaq qaror chiqarishdan iborat ota-bobomizning o'dim qolgan koni qoidani bekor qilib olsak bo'lmaydi. Ammo ilgirkiga o'xshamaydigan yeri shuki, ig'ir xatolik o'tkazgan sonug'un sarkarlar va qabila mo'tavarlarining maslahatga qatnashish salohiyati bo'lmaydi. Hozir Dag'aratay tog'am so'rimdan chiqib ketsin. Xotinim bilan ana achamni bulg'an markitlarni To'g'rilxonning ulug' qo'shini yo'qotdi. Yomon bo'lgani shuki, bosh sarkarda To'xtuga o'g'li Qud bilan Nayman ulusidagi Toyonxonning huzuri qechib berib olg'ashqa, ularni jazoga tortishga amal qilamadim. Lekin Ko'k Tangrining madadi ham Suldur to'qimning hayvisi bilan Jolim boqining tatarlarini bo'ysundirdim. Beqingan va asirga tushgan tatarlarni har qaysinglarga nima ishqi bilib berganligimni bilamsizlar.
Jurchalayt ağa. Siz de berin. Serkerdi çeliklerini, düşmanlarını batırlık bilen kırışkı ilhamlandırış için tartıldılar. Yo'q. Merhum atımız Yasugayning Tatarlar tarafidan zaharlanib, ko'z yumish oldi degan gaplarini unutib qoldingizmi? Esimde kalışça. Yasugay oqsoqol ko'z yumush oldida. Kunlarning birida avlodlarim qisosimni oladigan chog'da tutib olgan tatar erlarining bo'yi harbi chaqidni oshqanlarining birini qo'ymay qirvatson deb vasiyat qoldirgan. Belgütay, sen hech qanday qilsaq bo'la. Men urushda dushmanlarni qirishga to'g'ri kelsa, ko'zimni mitmi qilib qo'ymayman. Lekin qo'lida tumirning sunig'imi yo'q asirlarni qirishga qo'lim bormaydi. Shundaqmi? Esimda qilishcha, markitlarga hujum qilganda qo'lida tumirning sunug'imi yo'q asirlarni qirding-ku deyman. Belgütay tağa, şu çağda Tatarlarning 3 mehrum bovimizni qanday o'ltirib etganligini ko'z oldingizga keltirsangizlar, qo'lingiz bor edi. Aka, hech vaqasi yo'q. Biz Akfuqlar sizga yordamchimiz. Bo'ladi. Bugun yerim kechidan at tong atqucha bu ishni cho'qim bajarib bo'lamiz. Farmonim bo'yicha bir tutash harakat qilsizlar. Hech kimning rahimdillik qilishiga, sirni oshkorlab qo'yishiga yo'l qo'yilmaydi. Ofat urug'idan birini qoldirib qo'ysak, 3 marhum bovimizga osiylik qilgan bo'lamiz. Ata, ishingiz bormidi? Bu yoqqa kel. Baya qag'an qurultay açdımı? Ata, biz ata bola qag'anning alaydi shapaytiga erishgankanmiz. Ortiqcha ishlarga aralashmayli, ha? Ondaq deme. Qizim. Her qancha Shavkat saltanatga erishgan bo'lsangmi, o'zingning tatar ekanligingni hargiz unutma. Ayta, qag'an tatarlarni qandoq bir taraf qilmoqchi ekan? Ata, so'ramayli qo'ying. Esingizda bo'lsin, kashda hargiz chedirdan talog'i chiqmang. Nemishqa? Ata, men qaytay. Ishkana oyoq berib qarab beqinglar. Nima ish oldi ekan? Hop. Hay. Belgütay serkardimi? Ha, ya kacharan. Qizingizni yo'qlab keldingizmi? Ha. Qag'an tatarlarning hammasini qirib etadigan deb anglayman. Rasmi? Ha, yo'q. Qag'an bu yaru chaqdan oshgan erlarni qirib etimiz deydi. Ha. Biroq siz bundan mustasno. Shundaqdimi? Taqas bo'ling. Ha? Dada, çoğun dadamdan fermanını icra qilg'ingiz yo'qmi? Tatar erlerinden ming adam sapsaq turibla, biroqla jinidan judo bo'lib, arvohga aylanadigan bo'ldi. Nima degan ichinishli ish a? Lekin çoğun dadamdan fermanını bo'ysunmasangiz, çoğun dadam cho'qim sizni ayibga buyuriydi-da. Mening bir amalim bor. Dep baqa. 500 odamni burunqi el qavmlarimiz orasiga chechitib, qolgan 500 ni qirib etsak, cho'ng dadam o'liklarni birma-bir sanab yurmas. Qirildgan aşı 500 kishiga mo odamning ichi serildi. To'g'ning degani yo'lliq. Kim deganda 500 ning hayotini saqlab qola olamiz. Undaq bo'lsa, og'zimizdan ching tuvoqlab bu gapni hech kimga tinmayli. Hey. Yakü. Yasuniga odamlaringlarni boshlab ovulni qamal qilinglar. Hech kim kirib chiqmasin. Ma'qul. To'g'. Apang ishqinglar men bilan berib saqlab qolmoqchi bo'lgan u 500 tatarni o'rinlashtiraylik. Chatoq bo'ldi. Oqshomdagi temirchini hammamizni qirib etmoqchi ekan. Hey, qo'linglarga o'zinglarni qo'g'diqlab bo'ladigan har qanday narsani elib olinglar. Temirchini hammamizni qirib etmoqchi ekan. Temirchin farmon tushiribdi. Bu yarvi chaqidin oshqonligi tatar erlarining hammasini qirib etdi ekan. Temirchin tatarlarning hammasini qirib etdi ekan. To'xta! Nega mangding?
o yoqni aylanib kelay dedim. Tatarken, onu tutun lan. Hey! Koy betingla, koy betingla! Ben Kağan'ın kaynatısı! Uka, onu tanımsan. Tanımayman. Anlasam çoğdadan iki Tatar ayalını toqa xotuluq ağan iken. Ondaq bolsa, qandaq qilamiz? Gep yeyilip ketişten ensirsek, hiç kimge tuydurmay, ucukturuy deyli. Yok! Beni öldürme la! Unda kıma la! Berip dadağlarını çakırıp gelin la! Kasar! Kasar! Ben ye geçeren! Beni koy betingla, koy betingla! Hay! O ya keçere. Yesi bilen, Yesügen'in darısı. Kandak! Beni yeni koy etmemsine! Bo'ldi. Keting. Eytip koyay. Kallam ketmesin desen, yügensiz şaş attek, uyak buyak katrap yürüme. Yürü. Mən ambağayның royi bolman. Tatarlar Altın xanğa tutub berib, mənə oxşaş çaxarmaq-tırmaqlab öldürgüzüvətkən ökün barqaqның royimi gəldi. Yəni tatarlar yılqı oğrusak pəskəşlik qılıb zəhərləb öldürüvətkən Yasugay Batırның royimi gəldi. Mərhum boğularım. Tömürçün əmdi qısasınlarını aladı. Başla! Kağanım! Tatarlar can dikip erişip karşılık göstergeçke nurgun adamlarımız öldü. Çoxun birisi şəhət verib qoyğan gep. Kandak kılımız. Qırınla! Toxtumay qırınla! Qəbilimi qəbili izləb yürüb qırınla! Hop! Çoxdan dur! Elə ki, Yasügen degen iki ölgür Tatar ayalını bağlap ep gel! Həmi sərkərdilə cənubdaki cılğı jığılsın! Hop! Yasügen! Ata! Kulaq seliş! Sen pəskeşdə sırrını aşkarılap koyuştun mu? Biz qurultay kengaştı deyişken geplerini Tatarlarga sizler yetkizge oxşamamsızlar! Yo'q, biz emas. Qag'anim, hatto dadam mendan so'ragandimi, zodila tinmadim. Yasügen, o'rningdan tur. Bu qani ichib xo'rda bo'lib ketgan zolimga tizlanma. U tizlanishga arzimaydi. Zuvanını jıq. Sen zəhərlik ilallarını şapaat qılıp, toğqal qatun qıldın. Qurultay kengaşıdan sizlerini çıkırıp etmedim. Lekin, sizler muşundaq mühim məxbiyetlikni dadanlarga aşkarlap qoyğaşqa. Tatarlar qattiq qarşılık göstərib, nurgun sərkərdi çiriklerim öldü. Sizler yeni yaşaştamasıdı mı? Yo'q, biz emas. Ya keçeren, ula emas diyelemsen. Dada, endi tushuntirishning hojati yo'q. Yasügen,
Canım kızlarım, silahını ben balığa koydum. İş aydınlaştı. Kilala! Muşu ölgür Tatarlarning oldida ish kishining kallasini ola. Berse! Kızlarım! To'xtanglar, ularni o'ldirmanglar! Qag'an aka, sirni men askarlab qo'ygan. Sen? Tünügün keş kirgende yakacaren, qag'an tatarlarning hammasini qirib ketgan deb anayman rostmi deb so'rab edi. Yolg'on aytishni qilmashtirolmay, rost gapni deb sapdim men. Yakacaren, rost shundaqmi? Shundoq. Yolg'on gap qilammidim degin. Samimiy ekansan, ha? Bilamsan? Mushu bir eg'iz gaping bilan bir kechada qanchalik mo'ng'ul sarkarchiliklarimiz Tatarlarning qo'lida o'ldi. Qag'an aka, men Anala. Bundan keyin harbiy ishlar ustida o'tkaziladigan kengashga belgutay qatnashmasin. Sen sirtdagi urush jidal, o'g'irlik, saxtipazliklarga chora ko'rdigan ishlarni boshqar. Qurultoy tugab, ichimlik ichilib bo'lganda ondin kirasan. Yasuganni qo'yib o'tala. Manga çekilmanglar. Men qavmimdikilar bilan bizni o'laman. Acha, Qag'anning yasqi bo'yicha men o'lishga haqliq. undaqda tatarlarga rostdan xabar berganmi? Xabar berishga fursat bo'lmadi. Fursat bo'lgan bo'lsa, cho'qqin meni tuqqan ham beqib o'stirgan tatarlarimga xabar beratdim. Navoda bugungi iltifotdan xudimni yo'qotib, rohat farog'atni ko'zlab, urug' tuqqan yurt qavmlarimni unutib qolsam, vijdonimdan kashkan bo'lmaymanmi? O chaqda xuddi boy qag'an degan zaharlik ilonning naq o'zi bo'lmamdimi? Seni ayblishingdan emilib qisas haqlarim bo'lgan Tatarlarni o'ldirmasligim kerak ekanda. Shundoq. Menga ato qilgan bir kechilik iltifotlarga rahmat aytish uchun sizlarga bir eg'iz gap qilay. Ayta. Yayloqda hukm surmoqchi bo'ladi ekanlar. Bu tatarlarni qo'yib yetishtir kerak. Sen bir mazlum, nimani bilatding? Men bilaman. Jamuqa bilan Targ'utay 70 tosh qozonda asirga tushgan Chinosanni pishirgandan keyin nurg'un al-qavm u ikki zolim oqsoqolni tashlab ketdi. Agar bugun bu tatar erlarining hammasini qirvasizlar, sizlar Jamuqa bilan Targ'utayga o'xshash zolim qilgan bo'ladilar. Ularning buguni sizlarning aytlari bo'lib qoladi. Meni qaqawatamsan. Necha ming yildan beri yaloqda hukmronlik qilish urushining qanday davomlashib kelayotganligini bilamsan? Men sizlarni yayloq botir deb chaqlab bu gaplarni qildim. Qag'an, agar sizlar qarshilik ko'rsatgan dushmanlar bilan raqiblarini o'ltirmasizlar, ularni qo'rqitamaylar. Lekin al bo'lgan dushmanlarni o'ltirmasizlar, barliq dushmanlarni ham sizlarga al bo'lish niyatida bo'layotganlarning hammasini Mo'ng'ullar bilan jon tikib elishga ilhomlantirgan bo'ladilar. Asirlarni qirg'onliqlari amaliyotda o'z cheriklari bilan al qavmlarini qirg'onliq bo'ladi. Yasuy acha. Men siz bilan tang o'ynaman. Shiga qutuq. Bu nima degiding? Men bu tatar, ya'ni kelib bo'yim arab chaqidan oshgan tatar erlaridan. Yo'qsa, sen onamni bir qo'lliq baqqan o'g'li hammani yatchamat qarindishim. Undaq bo'lsa, onamning yüz xotirasi uchun men sizga bir taklif beray. Qag'anim sildan so'rab baqay. Sil tatarlarni qirg'anda o'lgan yaralangan sarkarchiliklarning soni Jamuqa bilan urushganda o'lgan yaralanganlarnikidan mujiq. Shundaqmi? U nomuvofiq tadbir qo'llaganliklarining badali. Bay Yasuy acham to'g'ri dedi. Qisas ilib ordumuzni aqlash uchun to'xtamay urush qildilar. Bunda qilayversa silning temirchin uyga Jamuqa, To'qto'qa, Maguchun salguti va o'lginik uzun bo'lmagan Jalim bo'qi bilan nim farqlari bo'ladi. Mening qalbimdagi temirchin qag'an bundaq bo'lmasligi kerak edi. Sizlar texim yuksaklikni, texim yiroqni ko'rishlari kerak edi. Tömürcün! Qani, o'ltirmamdilar. Qani bizni qanday o'ltirmoqchi bo'layotdilar? Qag'anim, o'tirayli. To'xtab turdilar. Tömürcün! Men Mo'ng'ullarning bir yaxshilik bilan bir yomonlikni unutmaydiganligini bilaman. To'g'ri, men sizlarning qisosliq raqiblari. Ambag'ayga ziyonkashlik qilgandimi? Yasugayni zaharlagandimi? Men bor. Ular uchun xud to'lashga men rozi. Faqat qavm qarindoshlarim bilan ikki qizimga boshpana bo'lishlaridan o'tinaman. Ota, Yasugan. Tömürchin necha ming yildan buyon yayloq hukmdorlari ichidagi eng dona, eng ulug' pasiban. Mening o'limim tufayli uningga bo'lgan sadoqatinglar susishib qolmasin.
Şundaq bolsa, ölsəmmi armansız ketaman. Ata! 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 Ya kechara. Manga aql ko'rsatadigan sizdek bir azimat yaylaq botirni yenimga tatamag'anligimga umr bo'yi o'kindigan bo'ldim. Ko'k tangrim sizning dana, aqlli qizingiz Yasuni manga ato qildi. Men uningga har qanday chaqda meni savallik o'tkazmaslikka da'vat qilib turish huquqini beraman. Xato askartib qo'ygan yoki tishimga tegib qo'ygan holatdami uni aybga buyurmayman. Bir iş var edi. Bu özümün xususi işi. Lekin qolgan bo'lsam-mu, o'zimga yarasha oila ishlarim bo'ladi. Shundaq qo. Bo'rta qadrlik dadamning tanlab bergan xotin. 4 o'g'limning onasi. Ko'p yillardan beri hayot mamatda, javri jafolarda birga bo'lib keldik. Mehri muhabbatimizmi xeyli chunqur. Shundaq bo'lg'achqa necha yildan beri birak kichik xotin yoki to'qalmi olmadim. Rastini etsaq, qurchiningmi 30 xotin og'si bor teqi. Bir noram bo'lib kelsan, unimi boshqalar tatib oldik. Chaqchaq qilmanglar. Chaqchaq emas. Rastini da'vatim. Qag'anim, sizlar 300 ni aslimi bo'ladi, lekin 30 ni chiqalsizlar. Hech kim ayblamaydi. 300 xotin uyoq tutursun. Bu qatam tatarlarni tinditish davomida Yasu bilan Yasugan ikkisini to'qal xotinlik ep qo'yib, buni bo'rtak nim deb tushuntirishini bilamayapman. Qag'anim, sizlar bu ishga kelganda sal oldirong'ulik qilib qoldinglarmikin? Bu mening o'zlariga bir necha to'qal asli bo'lmaydi deganligim emas. Xanzu xaqonlarning arab xonlarida 72 to'qali bo'ladi ekan-ku. Ishdan ilgari bo'rta uli xotinga tushuntirib qo'ysa obdan bo'ladi ekan. Biroq ishki to'qal xotinni boshlab pasla, uli xotin cho'qim hayron qoladi. Agar shu vajidin qag'anim bilan uli xotinning er xotinlik munosabatiga ta'sir etsa, butkul qiyon qabilasi baxtsizlik uchraydi-da. Qurchi, bu gap qag'animiz ikki to'qal xotinini sizga tartib qilib bersa bo'ladi ekan-da. Nega gulsizlar? Qag'animiz 30 xotin elishimga lavz qilib tursa. Ay, Qurchi, bo'ldi, sizning ishingizda keyin deyishayli. Hozir qag'animizning ishi muhim. Aras, Qurchi, aldirab ketma. Avval qag'animizning gapini anglab boqaylik. Menimcha, aranglardagi sarkarlardan biri avval berib, bo'rta ulug' xotinga ahvolni tushuntirib xizmat ishlab boqsa deyman. Men qaraysizlar-ku. Men faqat jangga yarayman, ammo bundaq ishni atlashtirmayman. Menimcha bo'lganda, bo'g'irchi qag'animiz bilan uzun yil birga yurgan ham to'ppishi. Shunga u eng muvaffaq. Yo'q, ayol kishi bilan gaplashib, tilim kalib olishib, tayoqda qaytib qoladi. Hey, bo'g'irchi, xotining ayol emasmi? Hey, bo'g'irchi, ras muvaffaq kelmaydi. Hey, sen muvaffaq. To'g'ri, u muvaffaqdek. Enim Subutay avval yo'lga chiqsin. Chaqchaq qilmang, men muvaffaq emas. Sen muvaffaq kelsan. Siz bosiz, muvaffaq. Sen muvaffaq kelsan. Qag'anim, men berib boqay. Ana, sarkarda muqali kapti, muhim bir ish to'g'riliq siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Tatarlarni yo'qotdik deb xabar kelgan-ku. Chaqqan kirsin. Ma'qul. Sarkarda muqali. Ulug' xotin omon turdimi? Sarkarda muqalli, yerim kechada ovulga muhim ish bilan kelganmidingiz?
Ayting. Hey, nemishqa gap qilmaysiz? Qağanның salametlik qandaqroq? Qağanımızın salametligini ayt yaxshi. Undaq bolsa balllarım Ulamını ayt yaxshi. Sərkərdilərdən birəsi birinin bulmağandı. Yo'q. Zadi nemish bo'ldi? Muqali. Hayran qilyapman. Aldirab qaytib kelib, muhim ish to'g'risida men bilan ko'rishmoqchi bo'lgan odam nemishqa bir ig'ismi gap qilmaysiz? Ishqinglar chiqib turinglar. Muqali. Deyishki xijil bo'ladigan gapingiz bormidi? Ulug' xotin, sizlarga deydigan bir yaxshi ish, yana bir yomon ish bor. Avval yaxshi ishni deymanmi yoki yomon ishni deymanmi? Men hech bilamadim. Yaxshi ish odamni xushal qiladi, yomon ish odamni qayg'uga soladi. Agar yaxshi ishni avval anglasam, cho'qim avval xushal bo'lib, keyin qayg'uraman. Yomon ishni avval anglasam, cho'qim avval qayg'urib, keyin xushal bo'laman. Avval yomon ishni aytib beqing. Ulug' qolgan sarkarlarning nasihatiga quloq solmay, ishki tatar go'zaliga oshiq bo'lib, ularni 2-chi, 3-chi to'qal xotinlikqa oldi. Nima? Yaxshi ishchi. Ulug' qolgan sarkarlarning nasihatiga quloq solmay, ishki tatar go'zaliga oshiq bo'lib, 2-chi, 3-chi to'qal xotinlik oldi. Bu yomon ishni deb bo'ldingiz. Yo'q, bu yaxshi ish bilan o yomon ishmi o'xshashli bir ish. Nim dedingiz? Hech tushunmadim-ku. Burun qog'onimiz birla ayolga, ya'ni siligila oshiq edi. Hozir tangli 2 ayolga oshiq bo'lib qoldi. Bu sili uchun aytganda yomon ish. Burun bo'lsa faqat sili birla ayol qog'onimizga ko'ynatdilar. Mana endi yana 2 ayol silining o'rinlarida qog'onimizga ko'yindigan bo'ldi. Bu albatta yaxshi ish deb o'ylayman. Lekin boshqalarning qog'onga mening o'rnimda ko'yinishni xohlamayman. Bo'ladigan ish bo'ldi. Endi o'rniga kelmaydi. Ulug' xotin, agar qog'onimizning yuz xotirasini qisla, kang qo'saqli qilganliklari uchun u silini cho'qim texim hurmatlaydi. Ulug' xotinning o'rinlari mangu o'zgarmaydi. Mana bu yaxshi ish. Navoda sizlar qog'onimizning 2 to'qal xotin og'anligiga ochiq qarshi turib, qog'onimizni to'siyalgan holatdami? Qog'onimiz shu tufayli erishmoqchi bo'lgan narsadan mahrum qolgani uchun cho'qim siliga adovat saqlaydi. Mana bu sili uchun aytganda yomon ish. Yana kelib chekiga yetgan eng yomon ish. Qog'on meni ko'ndirishga sizni evatdimi? Yo'q. Qog'onimiz boshqalarni evatmoqchi bo'lib edi. Hech qaysi unimidi. Shunga men o'zim talab qilib keldim. Nima bunday qilishni talab qilib qoldingiz? Chunki sizlar qog'onimizning 4 o'g'lining onasi bo'lganliklari uchun oranglarga suvoqchil tushib qilishni xohlamadim. Undaq bo'lganda qog'onimiz ikkalari baxtsizlik uchrab qolmay, balki mo'ng'ullarning hammasi baxtsizlik uchraydi. Bu gapchi bo'lganda, mayli men xolay yoki xolamay, u niyatidan yonmaydi ekanda. Ulug' xotin, qandoq ta'sirlari bo'lsa davasizlar. Muqali. Berib Temirchinga deb qo'ying. Qog'onimizga nima deydiganligini tushundim. Qog'onimizga ayni yili otimiz Ziyatsuga qabila oqsoqili bo'lganda bir nechta to'qal olgan ekan. Temirchin bo'lsa qog'on bo'ldi. Albatta nechta xotin to'qal ilishga haqliq. Temirchin qog'onning avval odam evat deb bu ishdan meni xabarlantirishning hojati yo'q edi. Chunki xotin to'qal erga, qavm qog'onga bo'ysundiganligi qilsig'maydigan qoida. Eng qadrlaydigan, eng kuyinadigan ulug' xotini bo'lgan men qog'onimizning ko'nglidagi to'qalni topa olganligi uchun suyunib ketdim. Qog'onning yangi olgan to'qallar uchun yangi chedir tayyorlayapman dedi deyman.
Ulu hatun, məqsədlərini xata düşənməyəndi mən. Toğru düşünüpsiz. Qağanıq şundaq dəvirin.风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家